Mahalla davlat va xalq o'rtasidagi ko'prik, jamiyatimizning mustahkam tayanchi, insonlar o'rtasidagi mehr-oqibat va hamjihatlikni mustahkamlaydigan muqaddas maskandir. Shu boisdan ham yurtimizda 22-mart mahalla tizimi xodimlari kuni sifatida keng nishonlab kelinadi. Kattaqo'rg'on shahrida ham ushbu sana munosabati bilan Yunusobod tadbirlar maskanida bayram tadbiri yuqori saviyada tashkil etildi. Unda shahar hokimi Gavhar Alimova, mutasaddi rahbarlar hamda sohada samarali faoliyat yuritayotgan mahalla xodimlari ishtirok etdilar. Tadbirni ochib bergan shahar hokimi yig'ilganlarni samimiy muborakbod etib, mahallaning jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi. Shuningdek, mahallalarda obodonchilik ishlarini amalga oshirish, oilalar tinchligi va totuvligini ta'minlashda fidokorona mehnat qilayotgan soha xodimlarining xizmatlarini yuksak baholadi. Tadbir davomida o'zining tashabbuskorligi va fidoyiligi bilan ajralib turgan bir guruh mahalla faollariga shahar hokimligining faxriy yorliqlari va esdalik sovg'alari topshirildi. Bayram dasturxoni atrofida davom etgan tadbirga shahar madaniyat bo'limi san'atkorlarining kuy-qo'shiqlari yanada ko'tarinki ruh bag'ishlab ishtirokchilarga unutilmas taassurotlar qoldirdi.